murundubuz menen yaxshi dem albashibizga eng ko'p sebep bo'la turgan narsalar bu murun ko'ngdoyning ichindagi o'rtonqi to'smoning qiyshayib ketishi, je bo'lmasa murundan orqa ko'ngdoyinda adenoid ettin paydo bo'lib qolishi, je bo'lmasa gripp, har turli virusli infeksiyalar o'shalarning negizida gaymarit bo'lib qolishi, jayqi mezgillarda, jayinda, jazinda allergiya meni murun yaxshi dem albashi mumkin. Allergiyada ne bo'ladi? Murunning ichi shishib ketib, allergiyalik reaksiya bilan to'liq jabulib qoladi. Buni negizida yaxshi dem albaymiz. Ana murunning ichindagi poliplar murunning yaxshi dem albashina, jit sezbeshina sebep bo'ladi. Murunning ichindagi ko'ygoylarni bilish uchun biz Medline klinikasida endoskop yordami bilan murunning ichini ko'ramiz. Bu murunning ichini taq barliq yerini ko'rishga yordam beradi. Shu menen diagnozni taq qo'yamiz. Dori-darmak menen lecheniya qilish kerakmi, je operatsiya qilish kerakmi? Shu narsalar chechiladi. Kimda shunday ko'ygoy bo'lsa, kelingizlar, biz sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz.